alaykum. Mana hozir ko'rib turganingizdek, oshxonamizdagi messenjerni qo'yib berib, hozir ishlatib ko'rsatib beraman. Aqrob kelib ko'rsangiz, bu ko'zi 4 ta alohida chap tomondagi, o'ng tomondagi, ya'ni tepagi ikkita qismiga alohida qo'yib berdi. Qo'yib oyna bilan birga ochiladi. Hech qanaqa ochayotganingizda, yopayotganingizda umuman nima desa bo'ladi, qiyinchiliklar bo'lmaydi. Liqillab o'ynab, shunaqa narsa bo'lmaydi. Shtab-ichiga qotirdi. Ko'rgan bo'lsangiz, aylaringizdan juda ham chiroyli. Ikkiga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, karnizimizda ham yengillik bor. Mana atrofga ko'rsangiz, mana karniz mana bu yopilgan holati. Buni tushganda oldin ham yoqda zazor bo'lardi. O'shani hisobiga undan tushganingizda mana ko'rayotgan bo'lsangiz, mana o'sha asti yopiloq. Tegayotgan xuddi shunaqa narsa. Mana tepada ham xuddi shunaqa. Tepadagilarni ham alohida tushirib chiqazib shunaqa qilinadi. Qolgan payt pastdan, tepadan pastga qo'ygan bo'lsangiz, qolgan paytda pastdan ko'tarib qo'yasiz. Mana holatda bo'ladi. Lekin mana. Yaxshi.